biz endi qayerga boramiz? Buni desam hayron qolasizlar. Men sizlarga mahrab to'g'ini silingan joyni ko'rsatib qo'ymoqchi. Meyveleri meybağla pişkan bağlarını kördük emizde. Aldırma, sen de hikayenin ahirini bilmeysen. Shundoq, Ma'rab to'g'inning qandoq bo'lganini bekmi bilgimiz bor. Oldin qaytim Tarifa xonishning ko'rgan tushi podshoh bilan ko'rishish uchun uning chaqirboqda yurgan yerini so'zlab bergan edingiz. Yaxshi. Podshoh ong-tong qilib, nima qilarini bilinmay turgan joyida qaytib qoldi. Ata! Aman musili. Joyiga qayt Malik. Men sal turib qoldim. Xeyli bo'ldi. Sizlar bu yerdan nidirlamay davomli ostilib qarayotdilar. Biz beklar ansirab ketyapmiz. Zodi nima ish bo'ldi ata? Ha? Qanchalik vaqt o'tganligimga diqqat qilmabman. Tog'ning ustida zodi nimalarni ko'rdilar? Ata! Hech nimani ko'rmadim. Tarifa bilan muhim bir ish ustida kengashmasam bo'lmadi. Meni hech kim avora qilmasin. Bosh ustiga ata. Bir özgürüş bağımı şahzada alileri. Yo'q, hamma ishlar joyida. O işlerden bir nemi düşünüp atam sen. O'zing bilasan, alilarning hali demijasi bor. Har kuni kiyimlarini yirtadigan odamdan nimani kutgili bo'ladi? Tasavvur. Chashqonlar tashlarni yo'tkavatidi shundaqmi? Boshda sizlarga demaganmidim. Ularning uzun tirnoqlari, magan tishlar bor emasmi? Bularning hammasi bir shumliqning bisharti. Mao aynak lo'qini qo'llariga olib qarab baqsizlar. Buning uchi qumga to'shqan bo'lsa, halokat yiqilishibdi deb bilgaylar. Buning uchi rostliq qumkangu. Sizningcha to'g'an qocha bayram bo'la. Meningcha mushi 7 yil ichida. Undaqda darhol tutish qilishimiz kerak. Topdim. Kallamga shaytonning yo'da kelmaydigan bir aql keldi. Kimdan kelgan nom ekan bu? Bu padişahdan kelgan nom ekan. Qasrda ziyofat bermoqchi ekan. Nemishqa og'zaki chaqirtmay nom avadidu. Farosatsiz, isrofxo'rligidan bo'lmamdi. Qarang, bu noma oltin suyi bilan yezilibdi. Rostkangu. Haqiqiy oltinkan. Minglagan kishilar osh yalang'och qilyotdi. Zulm sistemdan qaqshavyotdi. Qarshi fikringizda davomli ching turmoqchimisiz? Uzunluq qilmay hamma narsa o'zgardi. Zolimlarga Allohning g'azabi yog'di. O'zgardig'ini siz bo'lasiz. Ziyofatga birga boramiz. Podshoh sizni o'zi chaqirib, sizni rozi qilay desa, buningdan ortiq yana nima talab qilmoqchisiz? Bo'pti ota, ziyofatga borsam boray. Lekin bir shartim bor. Nima shart? Shahzodaga xushomat qilishga, uning tetiqsiz hikoyalariga yolg'ondan zo'rg'a kulishga zo'rlamag'aylar. Agar shahzoda tuturuqsiz hikoya yoki konu latifalarni so'zlasa, pichoqni ilib, uning tilini kesib etim. Bo'ynini uzib tashlasangiz-mu mayli? Meni mazoq qilmisizlar ota. Qizim, jinim qizim, ahvolni tushangin. Biz shularning xizmatkori. Bu degan sabadiki minglagan kishilar orzulaydigan sharaf. Men ularga o'xshamayman. To'limi afsus, ziyofat nomida hamma odam qatnashmasa bo'lmaydiganligi tilga ilingan. Salmo farmonga bo'ysunishing kerak qizim. Shunda qilay ota. Men yig'ilishning tayyorligi, oshpazlarning xizmatini ko'zdan kechirgili bo'lmasam bo'lmaydi. Nemishqikin, podshoh bu ziyofatga bakli ko'ngil bo'lyapti. Assalomu alaykum xonota. Gel Malik, qani o'ldir. Kechirsizlar xonota. Hozir har ishkilimiz bu yerda o'ltirib olsa bo'lmaydi. Degandikin o'ldir. Gapimga obdan quloq sol. Bosh ustiga. Bugun kecha sahabadagi barliq yurtjo'nlar va oqsoqollarning hammasi yig'ilsin. Bilaman, oshpazlarga 100 mozay va 300 paxlan so'ydirib qo'ydim.
to'la gap setib vaqtni ammo ularni chaqirishimda ko'nglimga pukib qo'ygan bir hiyla bor. Nima hiyla? Hozir sana tushundiradigan vaqt yo'q. Seni yaxshi ko'rdiganligimga, sana yaxshi bo'lsin deydiganimga ishonamsan bolam. Albatta sizlarga ishonaman ota. Ondaqda nima desam shuni qil. Nima desam shunaga qarshi chiqqan. Mendan taom talashqin, ham oldimdagi tomoqni tatib olgin. Seni tillasam tillig'in. Nemishqa deganimda qil. Seni ursam menim rahimsizlarcha urg'in. Rahim qilib o'ltirma. Bosh ustiga ota deganlardek qilaman. Bir toz odam sotirashxonaga berib, chechini yasatmoqchimish. Nima degan qiziqarli. Balki egisidek tetiksiz latifa. Buni hozirgacha ming qitim anglab bo'lgandimiz. Shahzodani boshqa bir tozni devatgan o'xshaydi debdiman. Sening bu amrang to'shqon, ahmaq ham daldush. Ahmaq, daldush devatman. Bugun yetgudek narsa yap bo'ldim. Bu degan mening tovuqim. Hech kimga bermayman. Tomoq ko'p qo'y shahzoda. Ma'u go'shtdan tetib ko'rsalar shahzodam, o'tinib qolay. Men faqat mush tovoq tikanini yeyman. Yo'l qo'ymayman. O adabsiz. Mana amsa. Seni adablab qo'ymisam. Mana amsa, bu mo'sayqa. Meni urushqa, haqoratlashga qandoq petinding? Meni qo'yib etala, uni bo'g'izlab etay. Yo'q, olidiri, o'g'illarini hargiz o'ltirmagaylar. Olidiri, Aysa payg'ambarning parvardigori bilan qasam qilay. Uni urush yoki mansabdan ep tashlash bilan bo'ldi qilg'aylar. Eg'zoni yo'q, hamoqat. Uning kallasini olmasam shoni shavkitimni hargiz qaytirib kelanmayman. Uning cho'qim kallasini olaman. Uning o'rniga mening kallamni olsizlar. Uni sen mushundoq erkeltib yurib, Yomon yomon uyutib qo'yg'ini sen. O'tinib qolay shahzodam, o'zlarini besvasil uchun. Ko'dinglarmi? Men pichoq berala. Hammalar men qarshi chiqmatamsizlar. Meni o'z bolamni adabligini qo'ymamsizlar. Undaq bo'lsa, oti bilan bolasini o'z ixtiyoriga qo'ymagan bundaq zaminni sizlarga tashlab berib yiroqlarga ketaman. Xayr, xo'sh, go'zal shahar. Xayr, xo'sh. To'dagunki ishlarni rost deb o'ylabsan. Balkim podshohning g'azabi vaqtliq bo'lsa kerak. Biroq u rostla bu shaharni tashlab ketadigandek qiladi. Undaqda bizni kim idora qiladi? Bu ancha muhim emas. Muhimi men podshohdan av go'zal bog'ni yerim bahada setib olgan. Men bu ovi oduldagi bog'chini yerim bahada setib olishga kelishgan. Bilemsiz, bu güzel qasr setilgudek. Men anladım. Biroq bizning nədimi bunu setib olgudek pulumuz bo'lsin. Mening jami bor pulim aran 1000 tilla. Mendimi 1000 tilla bor. Undaq bo'lsa, biz bu qasrni bilish sheriklashib setib olaylik. Choq-choq qilib atamsiz nima? Bu qasr oz degandimi 5000 tillaga yaraydi. Agar podshoh 2000 tillaga setib qolsa qanday qilasiz? Rastı şundaq bo'lib qolsa, boshqalar bilib bo'lg'ich ishkimiz birlashib setib olsak bo'lmadimi? Chatoq yo'q, deganingizdek bo'lsin. Hayot birlik etib keladi. Otsig'i qo'l ko'targan shahzoda yashab ketsin. Rostla set bo'ldi ota, sizlarga qo'l tekkizib qo'ydim. Hech qis yo'q. Yetkucha pul-mol yig'ib oldik. U yerda birsi to'gi otlarimizni sotmoqchi bo'layotdi. Bo'lmaydi. Bu yerdan qaytishda oltinlarni ortib mang'ili ot, to'ygilar lozim bo'ladi. Qachon yo'lga chiqamiz ota? Qilib qolgan zaman va qasrlarni setib bo'lib. Vazir bilan qiziga deb qo'yishimiz kerak muqandaq. Ularni biz bilan billa xatardan omon qolsa ajab emas. Bu o'yinda nazar qil. Sir degan oshkorlansa o'zingga dushman, bolam. Shundoq bolam. Hayotdagi prinsiping o'zingni bil, o'zgini qo'y bo'lsin. Nemish qiymayla ata. Ko'nglim parakanda qizim. Kallamda bir talay chigit suvollab, bularning tegiga yetmayapman. Amri ibn Amirdan keyin kim podshoh bo'lar deb o'ylayapsiz? Davomliq vazirlik mansabida o'ltiray deb chut suqatamsiz yoki uningdimi cho'nroqdan tamoyingiz bormi? Birdamdilla bir muncha g'alati ishlar yuz berdi. Bu ishlar ko'nglimda sal-pal gumon tug'dirib qo'ydi. Tinch o'ltirib bularni o'yinib olay deyman.
demoqchi bo'lganingiz? Padişah obro'y, huquq va munbatga ziminlarga shunchalik amroq turib, nima deb bularning hammadan voz kechib, tashlab ketadi. Hammamiz ko'rdik. Ahonat kuchurdi. Yana kelib qarg'ish takkur bolasining adibini belgili qo'ymadinglar. Manga oydin, bu bir hiyla. Padişah bilan shahzoda ko'z oldimizda jidal majra qilishga kelishvog'anda qiladi. Bu ikkisi nima qondoq qiladi? Buni menmi aniq uqmayman. Padişah tug'anni aylanib qaytgandan boshlab atrofimdagi hamma ishlar bir xil sirliq. Padişahning ishlari g'alita. Tug'an, to'g'ri. Tug'anning yiniga berib qarab beqish kerak. Ata! Pasroq gap qil. Bu o'rdan mendan qo'rqib tashlab ketayotgan o'xshaydi deb qolgan o'xshamamsan. Ha, nim demoqchidan? Sizlarga qo'l tekkizib qo'yganligim uchun qayta afv so'rayman, ata. Meni kechirsizlar. Hech qisi yo'q. Yuk tog' sanduqlarni tayyorladinglarmi? Buningga yemeklik. Avuningga meva-cheva. Avu. Poch purat narsalarni oz og'in deb ming qitim degandiman. Biz ming to'g'ili karvon ichida meng'ish tamshilib Saba xalqiga o'zimizni ko'rsatishga taraddudlanmaymiz. Yemekliklarni olmamdiq. Safardagi oziq-tuliklarimizni. Bizda hamma narsani setib ololug'idek oltin tursa, nemaga g'am qilasan xotin? Poch purat narsalarni oziltib boshqaloq to'ydirmay, g'ibbat. Bosh ustiga, ata. Qani men ana, ma'ayli. Bu munbat ziminlarni qandoq unutiya olaman? Hozir bularni o'ylaydigan vaqt emas. Keyincha oldirmay sig'inib olasiz. Bo'ldi, men tez bo'ling. Qiladigan ishlarimiz ko'p edi, vazir hazratlari. Ozroqli vaqtinglarni olaman. Undan keyin o'z ishinglarga borsanglar bo'ladi. Nimani muloyiza qilatdiq? Bu ne? Qaranglar. U bir chashqankan-ku. Mushuklarni ketgan. Bir chashqan emas, balki bir chashqanlar qo'shin ekan. Qaranglar. Chashqan toshni do'miltib atadi. Tex tishlari bilan parchalab atadi. Xuddi yo'lbostakli yovuzkan bu chashqanlar. Ba'zilari odamga ziyon yetkazadigan qiladi. Bu ancha xatarlik emas. Hozirgi xatarlik masala bular ma'rab tug'inning ostidagi toshlarni qo'mirib yetibdi. Suv tishib chiqishi mumkin deb atamdilar. So'rmagan bo'lsa-chi koshki. Qutquzinglar! Qutquzinglar! Odam bormi? Keting, qasrimga yaqin yo'lg'uchi bo'lmang. Bu menimi qasrim? Biz uni sherik setib olgan. Qasrning ochqichini men egalgan. Podshoh ishimizga tang setib bergan. Hamisi isbotlang. Qandoq isbotlayman? Podshoh allaqachon ketgan bo'lsa, undoq bo'lsa, yasovlarni chaqirishdan burun sizmi ostdan ketib eling. Tug'a vayron bo'pti. Nega qochibsiz? Qutquzinglar! بسم الله الرحمن الرحيم فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور صدق الله العظيم. Shundoq qilib, bu kalkib besib kelib, uning hech qanday chora tadbir kor qilmadi. O'yla aram, ayvon saroy, bog'voron, mevalik dal-daraxtlarning hammani tamoman vayron qilib kishilar kalkundan qochib o'zini har yonga etishga boshladi. Biz turayotgan bu joy Ma'rab tog'ining o'rni shumi? Shundoq Marjon, mana bu sahroda ma'rabliklar yashagan. Uning o'ng tarafida bir turkum bog'lar, so'l tarafida bir turkum bog'lar bor edi. Biroq bu zaminda ne ziroatdan, ne hayotlikdan asar yo'q-ku. Qilishning besidek bu o'tkir toshlar qarab o'ylanib beqinglar.
Mana bu Allah'ның zalim bendelerge bergen cazasıdır. Məhrəb xalqı nəyə getdi? G'arq bo'lganlar g'arq bo'lib, qolganlar zaminning har qaysi joylariga chechilib ketdi. Keyingilarga ibrat bo'ldi. Sabaliklarda chechilib ketinglar degan maqolmi bor? Podshoh g'animatlar bilan omon qoldimi? Allah nəhayət adil tursa, qandaqmı aman qalsın oğlum. O mu cəzasını tatdı? O'rni kim qo'lisi o'zi tushidi. Zolim podshoh va xotin bolalar hammasi halok bo'ldi. Mol dunyo, oltin kumushlar hech nimaga dal bo'lolmadi. Bularni qor zamin yutib ketdi. سبحان من أهدى إلينا ذكرانا وأمدنا بالفضل والإحسان. سبحان من أوحى به لنبيه ليضيء فجر العلم والإيمان. سبحان من بالحق هو يروي لنا قصصا عن الإنسان في القرآن. يا رب نور بالكتاب قلوبنا، يا رب عطر بالكتاب لساني. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. كم من طغاة ظالمين تجبروا ملكوا بفضل الله ثم تنكروا وتذكروا عند التراب الفاني. كم من رجال صالحين تعاهدوا أن يصبروا وقت الصعاب وجاهدوا حكاياتهم تبغى مدى الأزمان. تلك العجائب والخوارق كلها صدق إذا وردت عن الرحمن.